dunyoning diqqati Rossiya va Ukraina urushiga markazlashgan hamda Xitoyning Sharqi Turkistonda ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligi dunyoning kun tartibidan tushib kelayotgan bir paytda Uyg'ur ommaviy tashkilotlari Yevropa ittifoqidagi faoliyatini tezlatdi. Dünya Uyg'ur qurultiyi vakillarimiga Daniya parlament a'zolari va ba'zi siyosiy partiyalarning mas'ullari bilan uchrashib, Daniyaning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini ma'qullikdan o'tkazishini talab qilgan. Yana bir tarafdan Uyg'ur harakati Gollandiyadagi Uyg'ur ayollar va yosh faoliyatchilar uchun demokratiya va kishilik huquqini tashabbus qilish bo'yicha tarbiyalash suhbat yig'ini uyushtirdi. Shuning bilan birga Uyg'ur harakati vakillarimiga Yevropa parlamenti tashkillagan zamonaviy qulluq va majburiyat emgak temasida yig'inga qatnashdi. Xitoy virusi yuqumi paydo bo'lgan va uzun vaqt yuqum markazi bo'lgan Xitoy yuqumni nolga tushirish strategiyasini davomlashtirayotgan bo'lsa-mu, lekin Omikron variantining ta'sirida yaqinqi kunlarda bu davlatda yuqumlanuvchilarning ko'payishi andisha paydo qildi. Xitoyda 2021 yil 1-oydan buyon tunji qatim koronavirus sababli o'lim e'lon qilindi. Bu ahvol davlatda vahima va siyosiy davolg'ish paydo qildi. İran bilan munosabati bor deyilgan ochiq qo'l nomli xakerlar guruhi Isroilning tashqi axborot idorasi Mossadning mas'uli David Barniyaga tava bosh jadvali va shaxsiy uchurlarni e'lon qildi. Egilanishicha, xakerlar Barniyaning ayolining telefoniga erishgandan keyin bexatarlik o'rinlari tekshirish guruhi qurgan. Dastlabda tekshirish natijasiga qaraganda, Eron bilan munosabati borligi bayon qilingan xakerlar elektronlik xat sanduqi sistemasiga singib kirgan va shuning bilan Barniyaning ayolining elektronlik xat sanduqidagi uchurlarga erishgan. Internet xakerlarining texnik uchurlarni oshkorlashi mumkinligi o'tirib qo'yildi. Yaponiya tashqi ishlar ministri Hayashi Yoshimasa Yaponiyaning strategik hamrohi va rayonlik kuch bo'lish sifati bilan Turkiya Ukraina vaziyatida aktivlik bilan vositalik rol o'ynadi dedi. Hayashi tashqi ishlar ministri Mavlut Chavusho'g'lu bilan Antaliyada ko'rishgandan keyin o'tkazilgan birlashma muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilib, o'zlarining ikki tarafli iqtisodiy munosabatni kuchaytirish uchun Yaponiya Turkiya erkin savdo kelishimi va Yaponiya Turkiya ijtimoiy kafolat kelishimining balduroq oxirlashishi to'g'risidagi suhbatni tezlatishga qo'shilganligini ta'kidladi. Amerikalik texnika magnati Elon Muskning egdorchiligidagi olam bo'shliqi texnika shirkati SpaceX yana 53 sun'iy hamroh qo'yib berdi. Bu sun'iy hamrohlar tunugun saharda Amerikaning Florida shtatidagi keyin Canaveral olam punktidan qo'yib berildi. Ma'lum bo'lishicha, yulduzlar orasi sun'iy hamroh qurilishining bir qismi bo'lgan bu sun'iy hamrohlarni SpaceX shirkatining Falcon 9 nomli raketasi to'shigan.